qara. Bo'lajak yozning seryozni, jiddiy odam. Jikir fikrlab o'tirmay, yana oldiga chiroyli o'zingni saqla, tushundingmi? Ana keldilar. Kulma dedim. Maymun o'ynatayapman. Ha? Maymun o'ynatayapman. Kim bu? Ukam yonimga olib chiqqandim. Men jiddiyligimni aytdingmi? Aytdim. Men jiddiy insonman. Yonimda kulgan odamlar yomon ko'raman. Gulda e'tibor bermang, yering aylanamiz. Uzr. Ozgina hayajonlanib ketdim. Ketik, restoranga joy aytib qo'yganman. Boramiz. Opa, men qarasaga boshqa yigit qurib qo'yganmi? Nima qilasanmi? Yaxshi ko'raman-da. Bojajon! Oha! Ko'chadan to'poldim. Mazasi yo'q ekan. To'g'ri olib kelsiz, ammanda uni davosi. Kelin yo'g'ilami? Yo'q, boja, kelin onasiga ketin olib kiring. Mana qizim, iching yaxshi bo'lasiz. Bojajon, nima berasiz? O'z qo'llarim bilan taxlagan damlama, boja. 3 kundan beri onamkida aytdim. Terim bechora nima qildi ekan? Aytmay boraman, surpriz bo'lardi. Yaxshimisiz qizim? Men qarang, boja, borib darvozani yopib keling. Oping bu jetchilar kelmasin. Boring. Bojamni xotiniku, Bojajon! Menga qarang. Yaxshi bo'ldingiz. Bojajon! Kelinglar! Dadajon siz. Nima bo'libdi bu yerda? Tushunmadim. Yaxshi keldingmi, xotin? Bojalar bilan karta o'ynaytirandik. Bunisi kim endi? Bu muni bojasi, ha, boja? Kelin, bu kishi yangi bojamiz. Yaxshimisiz kelin? Bojalar lab botox bo'lganmi? Yo'q, xotin. Mundimi? Bojajon, nima bo'ldi? Menga qarang, boja, shundoq qiling, shundoq qilsangiz, xotin rahmi kelib kamroq uradi, davay. Oson qara. Shuni aytadilar. Bojani ko'rsa, qichiymish. Sizlar bilan Murat Buxarskiy sizlarga urushda, ishgalda kerak bo'ladigan bir nechta kung-fu usullarni o'rgatib o'taman. Ko'chada ketyapsizlar, bitta bunaqa kuchuk chiqdi oldilaringizdan. Nima qilish kerak? Albatta sizlarga kung-fu yordam beradi. Beshik tebratar usulni qo'llaysizlar. Qo'li ana bunday qilasizlar, ana bunday qilasizlar. Birinchi bo'yniga zarba berasizlar, tomog'i tiqiladi, o'pka o'yladi. Keyin oshqozonga bitta zarba berasizlar. Tamom, o't xaltasi ishlamaydi. O't xaltasini operatsiya qilib olib tashlashga to'g'ri keladi. Boshqa iloj yo'q. Endi kung-fuda eng harom usul chayon usuli. Masalan, ko'chada ketyapsizlar, ana bunaqa kuchuk chiqdi oldilaringizdan. Nima qilish kerak? Chayon usulini qo'llash kerak. Mana, o'ng oyoq, ko'ryapsizlarmi? O'ng oyoq. Bunday qilasizlar. Oyoq bu yoqdan o'tib, buni kallasiga tegib yorilish kerak buni kallasi. Tushundingizlarmi? Hozir men shpagatim ochilmaganligi sababli o'tmadi oyog'im. O'zimizni shu jaydar lapatkadan foydalanamiz. Hozircha bunday qilamiz, bu o'yladi. O'zimiz jaydar lapatka. Ertaga bu chayon usulini ko'rsataman, shpagatimni ochib, obzorni ham qilib beramiz. Sovchilar kelgandim o'yicha. Ha? Sovchilar. Qizimami? Ha? Rostdan sovchilarga kelding. O, Ana ichkarida olib ketdi. rostdan. Ha? Ichkarida o'tiribdi. Qizim olib ketdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalom. Men olib ketishga keldingizmi? Bo'ldi, siz bilan ketaman. To'xtang. 2 minut meni kutgan ishda hozir kelaman, ham hozir. Tezroq keling. Men kechiring, men ketaman uyman. Ana. Ha, qizim yo'qmadi. Yo'q, qizingizda gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qizingiz ana shunday qiz. Tillo, aqlli, chaqqon zo'r qiz ekan. Lekin bitta notaraf boramanki, men o'zim pidaraz odam. Odamlardan dahoya qarzim bor, bir maniyak, bir iflos odamman-da men. Sizlar oilalaringiz men to'g'ri kelmayman. Meni kechiringni, men ruxsat men ketmasam bo'lmaydi. To'xta, shunday qizim olib chiqasanda, ana lasitni o'tirg'izib, shunday ketasizlar. Lasitni ham saniki. Ayni. Men Tushunmadim. Nima deyapsiz men? Endi siz balli oshirdingiz-ku?
Siz meni erkaklik g'ururima dog' tushiryapsiz. Tushunyapsizmi shuni? Dadajon, katta rahmat. Men qizingiz baxtli qilaman. Rahmat sizga. Hayır dede. Jonim men, ketdik. Shuncha ichimlik. Aniq bilaman buni erkak kishi zakaz qilgan bo'lish kerak. Tak, so'laylikchi. Oho, ajoyib viski. Zo'r konyakchi va jinski vinochi. Lekin buni erkak kishi zakaz qilgan. Agar erkak kishi ichimlik bilan yo'lab berilmasa, ishi besh bo'ladi. Kim bo'lsa ham uni bu yo'ldan qaytarishim kerak. Qutqarishim kerak. Nima? Заказ отменен. A few moments later. Затону на недельку до второго. Я уеду в Комарова, где кача. Nima o'zlar bilan uylangandim? Xotin bo'lishyapti. Murod, Ha! kelin uydami? Nima desang kelmas? Shu to'q so'yaylik. Nima ustimdan kulsa kelding meni? Nimaga kulaman? Hay mahallada bittasi ana xotining qassob. Endi ishim tushyapti. Xotin, Ha? senga xiyonat qilsam nima qilasan? Chopaman. Yangam qayerdalar? Nima ishing bu? Yaqinda to'yimga uylanaman, shunga mol so'ydiradilar demoqchidim-da. Ey, nima hammangdan? Kulsa kelasanmi? Oxirgi o'zingiz so'yib bering bo'lmasa. Ondan qo'rqaman. Chaqirishimda. Biloza, qaragan mol so'yish kerak. Xotin, men jonima tegdi. Ayol kishiga yarashadigan ish qilsang-da, O'z qiling ha, mujik. men qondan qo'rqaman. Bilaman. Shu uchun o'zim qilyapman-da. Kelin vaqti bormi? Vaqtga nima ishing bor? Achama sunnat to'y qilib o'tirgandim. Hay, mol so'yish kerakmi? Yo'q, sunnat qilish kerak. Jonbek, ket. Ket hozir, ket. Ket hozir o'zing sunnat qilaman, ket.